Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah menleni salamat qilsin. Men Al-Arabiyat Baynida degan kitobni o'tab beraman degandim. Birinchisi, ammo ba'zan bir sabablar tufayli sal keyinga kechikib qoldim. To'g'ri tushunsanglar inshaalloh. Al-Arabiyat Baynidek bu 3 qism kitob edi. Men Saudiyada o'qigan vaqtimda necha yil oldin, 6 yil bo'ptimi, 7 yil. 6 yil bo'pti, shuni oldidan. 3 qism kitobdi bu, ammo hozir bu bir qismni ikkiga bo'libdi. Shunga mayli ichidagi mazmun o'xshash bo'lgandan keyin deb yangi qismni boshlab berishga to'g'ri keldi. Inshaalloh bugun bu kitobimizni boshlaymiz, Alloh xolisa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wahdatul ula, birinchi dars. At-tahiyyatu va at-ta'aruf. At-tahiyya degan salomlashish, ta'aruf tunishish. Al-hiwar al-awwal, birinchi dialog. Alif, birinchi dialogning alif qismi. Unzur vastami va ayd. Qarang, anglang, agishing. Bu aylan o'tirishki dialog birinchisi. Xolid bilan Xalilning o'tirishki Xolid. Assalomu alaykum, Allohning salomi sana bo'lsin. Va alaykum assalom debdi Xalil. Allohning salomi sana bo'lsin. Xolid, ismi Xolid, mening ismim Xolid. Masmuka, sening isming nima? Xalil. Mening ismim Xalil, yani ismi Xalil, mening ismim Xalil. Xolid. Kayfa haluka? Sening ahvoling qandoq? Xalil. Bi xayrin valhamdulillah. Yaxshi, Allohga shukr. Kayfa haluka anta? Va sening ahvoling qandoq? Xalid. Bi xayrin valhamdulillah. Yaxshi, Allohga shukr. Al-hiwar al-awwal ba. Bu birinchi dialogning alif qismi, bu birinchi dialogning ba qismi. Unzur vastami va ayd. Qarang, anglang, agishing. Xavla bilan Xadija, ya'ni Xavla Xadija ayollarning o'tirishdagi dialog. Dialogdan biz tushunamiz, ikki odam o'tirisida olib beradigan suhbatni biz dialog deymiz. Xavla, assalomu alaykum, Allohning salomi sana bo'lsin. Xadija, va alaykum assalom, Allohning salomi sana bo'lsin. Xavla, ismi Xavla, mening ismim Xavla. Masmuki, sening isming nima? Xadija, ismi Xadija, mening ismim Xadija. Xavla, kayfa haluki? Sening ahvoling qandoq? Xadija, bi xayrin valhamdulillah. Yaxshi, Allohga shukr. Kayfa haluki anti? Va sening ahvoling qandoq? Xavla javob berib, bi xayrin valhamdulillah. Yaxshi, Allohga shukr. Bu yangi so'zlik qismi mufradat. Unzur vastami va ayd debdi. Buni anglang, agishing. Buni o'qib agishib o'quvchilarga shunday qilamiz qarab. Kayfa haluka? Sening ahvoling qandoq degan bo'ldi. Kafni zivar o'qish bilan bu erlikka ma'noda. Kayfa haluki? Sening ahvoling qandoq? Bu ayollik, ma ikkisini orqa farq. Erlikda kafni zivar o'qiymiz, ayollikda kafni zir o'qiymiz. Anti, sen degan bo'ldi ayollik. Anta deb zivar o'qish bilan sen degan bo'ldi erlik. Masmuka, kafni zivar o'qish bilan sening isming nima deb erlik bo'ldi. Masmuki deb kafni zir o'qish bilan sening isming nima deb ayollik o'zgaraydi. Tadrib, mashq, birinchi mashq. Al-awwal, tadribul awwal, birinchi mashq. Sil baynal ibara val suvar al-munasiba. Ya'ni iborat bilan suvarniki munosib kelganda tutashtiring deydi. Masmuka bilan masmuki debdi. Qaysi masmuka, qaysi masmuki? Biz hozir men buni tushuntirib beray. Masmuki degan ayollik, shunga biz buni mo'yaga tutashtiramiz. Masmuki degan erlik, shunga biz buni mo'yaga tutashtiramiz. Erlikka. Shu holatda kitoblarni tutashtirsanglar bo'ldi. Bu degan topshiriq qismi. Tadribul sani, ikkinchi mashq ajib. Ya'ni javob bering deydi. Assalomu alaykum. Sening Allohning salomi sana bo'lsin debdi. Biz unda deb beraykim, assalomu alaykum bizni deb javob beramiz. Albatta, va alaykum assalom deb javob beramiz bu. Bo'shliqqa shunday yozsanglar bo'ldi, kitob qo'lingizda bog'la. Kitob qo'lingizda yo'qlar, o'sha holatda yozsanglar bo'ladi. Kayf haluka? Bunga javob beramiz hammasiga, yaniga bo'shliqqa javobini yozsak bo'ladi. Inshaalloh. O'sha holatda qilsanglar bo'ladi. Men hozir yangi boshlovchilar bo'lganligi uchun oz-ozdan, ya'ni bir dialogning alif qismi erishib ketmaslik uchun qilib belgilab qo'ydim. Faqat bugun biz
isim so'rash, ahvol so'rashni ham o'rganamiz Alloh xolisa. Men qaysi kuni haftada bir dars yollayman degandim. Ya'ni haftada bir dars tugaydi inshaalloh. Lekin 2 kunda bir yangi dialogni boshlayman. Ya'ni har bir darsda 6 dialog bor. 6 dialog deganim, ya'ni bizning birinchi burunli kitobda 6 dialog diye, hozir men kitobda 3 dialog qilibdi, ya'ni alifbaga ayirib. To'g'ri biz 3 dialog deb ayiraylik alifbani olib. 2 kunda bir dialog yollayman Alloh xolisa. Bugun faqat salomlashishni o'rganamiz bu yangi so'zlik bilan. Alloh xolisa inshaalloh menga aytdi, inshaalloh 2 kundan keyin bu 2 dialogni deb beraman. Yangi boshlovchilar uchun ig'ir kam bo'lsin dedim, hamma deb beray deb o'yladim, ammo yangi boshlovchilar bo'lsa ig'ir kam qolmasin dedim. Haqiqiy o'rganishga qiziqadiganlar bo'lsa, bu birinchi dialogni har birisini, ya'ni buni 10 qatim tarjimasi bilan birga 5 qatim bo'pti, 10 qatim deb aytmay, 5 qatim tarjimasi bilan birga dialog qismini, bu ayla qismini, ayollar qismini 5 qatim tarjimasi bilan birga, andan keyin bu yangi so'zni buni tarjimasi bilan birga 10 qatimdan yozsanglar daftarga bo'ldi inshaalloh. Cho'qim yedish bilan ham to'xtab qolmaydi. Kitob qo'lingizda bo'lsa, o'qib mashq qilishinglar kerak, so'zlashni o'rganishinglar kerak. Shu holatda o'rganganingizlar bo'lsa, o'sha holatni qilsanglar bo'ladi. Yana birga balkim bu dars nima WhatsAppda topamidingiz deganlar bo'lishi mumkin, hatto bo'lgan menga WhatsAppda o'tgan bo'lsangizda. Chunki WhatsAppda o'tsam yoki topning uchuri nima bo'lib ketadi. Juda qulab darsni olmay qolsalar yoki bo'lmasa dars telefonini yuvilib ketadigan ahvollar bo'lib qoladi. Shuning uchun men YouTube'da arabiyat baynik deb bossanglar chiqadiganqa o'sha holatda men YouTube'da menga saqlanib qilib qachon izlab o'rgangan bo'ladigan holatda qilib berishni to'g'ri ko'rdim. Shuning uchun bu holatni qildim. Har qanday taklif fikringlar bo'lsa, ostinga yorumlar qismiga qo'ysanglar bo'ldi yoki bundaroq so'zlab bersangiz yoki men qism bo'lmabdi deganda ko'rsatishlarni bersanglar, men shu bo'yicha qilib bersam bo'ldi sizlarning telefonlar bo'yicha. Alloh xolisa har bir darsda bir nahv qoidasi bor. Shuni men do'stga yozish orqali yoki daftarga olamdi yoki do'stga yozish orqali qilamdi. Men tushunishli qilib so'zlab beraman inshaalloh. Hozir biz bugunlik darsimiz inshaalloh mushaygacha bo'ladi. Alloh menlarni salomat qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.